Aka mana sizdan 23 ming bo'ldi. Davay. Ha, puluchi? Qanaqa pul? G'alatimsan shep kelgan-u. Kim o'sha? Tanimaysanmi? Yo'q, kim bular? Yibon. Ibon? Bularni gapirib turma ukan. Tinchgina ishingni qilgin tamom. Hop. Ketdi Yibon aka. Mana aka somsa tayyor. Davay. Aka, pulni bermaysizmi? Sen tanimadingmi? Yo'q, kim u? Yibon aka-yu bu. Sinfida birinchi shefi bo'lgan. Sen bunga somsa berishiga dolzunsan. Nimaga ekan? Yibon akani gapirib turma, gapirsa yomon qiladi. Yibon aka somsiz. Bu qacha? Sendviching bormi? Bor aka. Chempion sendvich. Ma'lumot ber, sifati yaxshimi? Sifati вообще zo'r aka. Samarqandda ishlab chiqariladi. Qarshida, Buxoroda filiali ham bor. Hozirgi kunda trendga chiqqan. Mana. Ma'qul, bu Yibon akamga podarka. O aka, bizda podarka yo'q. Pulini berasiz, keyin olasiz. Yibon akamni jahlini chiqarma, agar gapirsa yomon qiladi. Ibon akangga qo'shib yorib tashlayman, tushundingmi? Shumi Ibon akang? Sanmi turdi o'rningda? Nima xohlaysan, gapir. Gapir dedim, nima xohlayapsan, eshitmayapsanmi? Gapir dedim. Bermayman deng aka. Yonib turmang odamni. Tamom, o'yapti, bermayman deng aka. Rashid! Yiqali. Rashid! Rashid noyangni aytaman Rashid! Sen meni boshqacha olib kelding shamoga Rashid!